Iste'molchilar huquqlari qonun himoyasida. Buxoro viloyati raqobat boshqarmasi tomonidan iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonuniy talablarga asosan iste'molchilarning nomuayyan doirasidagi huquqlarini himoya qilish mavzusida ommaviy axborot vositalari ishtirokida o'quv seminari bo'lib o'tdi. Hozirgi lavhamiz shu xususda. Buxoro viloyat raqobat boshqarmasi tomonidan iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun talablariga asosan iste'molchilarning muayyan doiradagi huquqlarini himoya qilish mavzusida ommaviy axborot vositalari ishtirokida o'quv seminari bo'lib o'tdi. O'quv seminarida Buxoro viloyat raqobat boshqarmasi boshlig'i kirish so'zi bilan ochib berib, iste'molchilar huquqlarini, ayniqsa muayyan doiradagi iste'molchilar manfaatlarini himoya qilish bu nafaqat davlat, balki jamiyatning har bir a'zosining burchi ekanligi, har bir ishlab chiqaruvchi va xizmat ko'rsatuvchi tashkilot o'z mahsuloti sifatini, xavfsizligini, axborot ochiqligini ta'minlashi zarurligini, bu orqali iste'molchilarning ishonchi mustahkamlanishi va sog'lom raqobat muhiti shakllanishini ma'lum qildi. Mamlakatimiz qonunchiligiga ko'ra iste'molchilar huquq va manfaatlari kafolatli ta'minlanganligiga alohida to'xtalib o'tdi. Mazkur davrda boshqarma tomonidan 1400 ga yaqin murojaatchilarning murojaatlari ko'rib chiqildi, jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari. Shu bilan birgalikda mazkur davrda boshqarma tomonidan davlat xaridlari sohasida 400 ga yaqin davlat xaridlari, tender va tanlov savdolari raqobat yo'rsak qonunchilik talablariga muvofiqligi o'rganib chiqildi. Birja savdolarida raqobatni cheklash va cheklashga olib kelish mumkin bo'lgan harakatlarni oldini olish bo'yicha o'ndan ortiq o'rganishlar o'tkazilib, qonuniy choralar ko'rildi. Shu bilan birgalikda 2000 dan ortiq reklama obyektlarida monitoring tadbirlari o'tkazildi. O'z navbatida o'quv seminarida ishtirok etayotgan ommaviy axborot vositalari vakillari o'zlarini qiziqtirgan savollarga boshqarma tomonidan batafsil javoblar olishdi va tizimdagi mavjud muammolar atroflicha muhokama qilindi. Ayniqsa savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida iste'molchilar huquqlarining buzilish holatlarini oldini olishda hamkorlikdagi ishlarni yanada kuchaytirish taklif qilindi. Jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, iste'molchilarning huquqiy madaniyatini oshirishda birgalikdagi sa'y-harakatlar muhim ekanligi ta'kidlandi.